Qarshi xalqaro universiteti Qashqadaryo viloyatida ochilgan birinchi xususiy oliy ta'lim muassasasi. Yosh o'qituvchilarimiz hech qachon o'zlarini chegaralashmasin. Men Qashqadaryodaman, Surxondaryodaman. 8 millionlik kontrakt davlatnikiga kirib qo'yaverdi. Bu 18 million aytyapti xususiy ta'lim. 3-4 yildan keyin jamiyatda diplomli ishsizlar paydo bo'ladi. 0,25% bo'lsa ham, demak, davlat ishiga kirib olay deydi. Qarshi xalqaro universiteti nimaga qarab yo'nalishlar tanlagan? Nima uchun ularda kadrlari zo'r kadrlar? Auditoriyada olgan bilimlari uchun emas, o'sha joyda orttirgan ko'nikmalari uchun. O'zimiz uchun tayyorlagan kadrimiz tabiiyki boshqacha bo'ladi. Hammani birdek bilimli qilib bo'lmaydi, lekin hammani birdek qaysidir bir miqdorda intellektual salohiyatini bir foizda ko'tarish mumkin. Qarshi xalqaro universitetini kelajagini qayerda ko'rasiz? Oraliq nazoratlarni va yakuniy nazorat ishlarini umuman inson tekshirmaydi. Biz shu atrofda, shu aurada yaxshi hayotni ko'rsatib bermasak, ertaga qanaqa qilib katta yaxshi hayotga chiqara olamiz? Men sizlarni ilm yo'lidagi yo'lboshchilaringiz bo'laman deyman.